bolalar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda biz men ismim Abdulla Xurshid. Bugungi videoda biz bo'g'inda hayotini o'ynaymiz. Nimaga aynan shu skinni tanlasangiz deyinglar. Chunki bo'g'imizni skiniga toza o'xshatdim. Rostdan zombilar biz narsa sotamiz desak, bular ham bizda kamasa kerak. Voy mara. Mayli, hech qisi yo'q. Unda bugun bizlar g'azn narsa sotamiz. Ana serialga o'tib oldik hozir. Hozir bular bilan savdo sotiq qilamiz. Tekinxo'r, qara. Nima? Sen zo'r tekinxo'rsan, qara. Puling ham bor, to'g'rimi? Ha. Puling bo'lsa, hozir men senga narsa sotay. Oho. Nima sotasan? Nima deydi? Endi sen agar kartoshkalaring yo'q ekan, ana ekansizlar. Shuning uchun men sizlarga kartoshka sotay dedim. Nega kartoshka sotasan? Sen yangi joyda kartoshkamiz ana polizda o'sib yotibdi. Qaysi polizingda? Aynan, birinchi paydo bo'lgan joyingda. Naryoqda? Sotib ol, sen sotib ol. Yo'q, sotib olmayman. Sotib olmaysanmi? Hozir 5 minut kutib tur. Hozir do'stlar. Hozir. Mana unda yasashni boshladik. Hozir o'zidan ko'rsinchi bitta. Kekirgim kelib qoldi-ya. Hozir. Men buni bekarga qo'yganim yo'q. Men buni bekarga kelganim yo'q bu joyga. Ana saylan Umar. Milisa chaqiribdi-ku. Maraz, milisa chaqiribdi. Urmoqchi. Men nima? Yo'q, milisa aka, siz ketavering. Boring aka, siz ketavering. Boring. Yana sen maraz. Yo'qol. Bugun bo'ladigan kuning ekan, yaxshi. Bo'l, sotib olaman. Faqat zo'ravonlik qilma, bilsangga aytaman. Buni ko'ryapsanmi? Mana shu yerni kelsam, aytolmay qolasan. Kekirdang bo'lib, xalqimizdan ovqat o'tmay qoladi. Maraz. Keyin yog'ochakka tusholmay qoladi. Maylimi? Olib kelibman, maraz. Qizmi? Hozir kartoshka 10 tasi va o'zi kim bu? Kim bu? Urin. Qochi. Demak shu. Davay. Mana pulni ham berdi. 5 ta emirlar. Yaxshi. Xo'p, unda sotib qo'yamiz pulni bu yerga. Xo'p, endi sabzi sotsakmi-kina? Buni ham lekin o'rtasi kamgina-da, do'stlar. Ya'ni, jim bo'ling. Masalan, yo'q, to'xtanglar, 3 tasini bitta izimot deylik. Chunki bu kartoshkadan kim qornini to'ydiradi. Shuning uchun 3 tasini bitta izimot desak, 5 ta izimot yig'ishimiz uchun 5 ta bo'lamiz. Bog'likamiz. Tak, ko'p olishimizga to'g'ri. Mayli, 20 ta yetadi. 4 ta izimot yetadi bizga. 4 ta izimot yetadi. Sen olasanmi sabzi? Sabzimiz ko'p edi-yu, rostdan bu xo'jaliknikida, mayli sendan arzonroq bo'lsa ham sotib olay. Mana shuning uchun beryapman-da senga. Pulni ber. Uxlading pulingga. Bo'pti.
Uxlading dedimi? Hozir. O, militsiya. Voy, voy, yaramas. Mana. Bu yoqqa sen ham bo'lishing mumkin. Ana qiz. Xullas, bugungi videomiz do'stlar, birinchi qismi yakunlandi. Ikkinchi qismi chiqishi uchun attiga do'stlar. 5 tagina like so'rayman sizlardan. 5 tagina likedan keyin aytgancha yana bitta narsa aytmoqchi. Boynagi pushti kiyimdagi jitilni nomini kommentariyaga kulgili qilib yozib ketingizlar. Men buni albatta anaqa keyingi videolarda chiqarishim mumkin, kommentariyangizni chiqarishim mumkin. Unda hammaga xayr do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Albatta bu esdan chiqmasin. Jibbo ovozingni o'chir.